Vitrektomiya amaliyoti shisha tanaga ko'p miqdorda qon quyilgandan keyin shisha tanada yangi fibroz o'choqlar hosil bo'ladi. Bu makula va to'r pardani tortishiga olib keladi. To'r parda ko'chishi esa maxsus sensor yo'qolganligi sababli ko'rish qobiliyatini butunlay yo'qolishiga ham olib kelishi mumkin. Agar vitrektomiya amaliyoti o'z vaqtida bajarilmasa, nobud bo'lgan to'r pardani keyinchalik joyiga yopishtirilgan taqdirda ham ko'rish qaytmasligi mumkin. Shuning uchun agar sizga shifokoringiz tomonidan vitrektomiya amaliyoti tavsiya qilinadigan bo'lsa, nafaqat ko'rishni, balki organni saqlab qolish uchun ham bu amaliyot majburiy xod hisoblanadi. Men bemorlarga shuni tushuntirayotganda, agar to'r parda ko'chsa, avariya bo'lganda bitta odamning qo'li uzilib ketdi. Endi xuddi shu odamning qo'li ulanyapti. Qo'l bo'lib joyida turadi, bir-ikkita barmoqlari ishlaydi, lekin avvalgidek bo'lmasligi mumkin. Lekin qo'l yo'q bo'lgandan, ya'ni butunlay ko'rmagandan defekt bilan ko'rgan ham yaxshi, lekin o'z vaqtida qilingan vitrektomiya amaliyotidan keyin bemorlar avvalgi qon quyilishdan oldingi holatdagidek ko'rishga ham erishishi mumkin. Buning uchun har yili yoki har bir kvartalda 6 oy davomida ko'zni tekshirish, endokrinolog nazoratida bo'lish, qon bosimini oshmasligini ta'minlash kerak bo'ladi. Hammaga mukammal sog'lik tilaymiz. Agar video manfaatli bo'ladi deb hisoblagan bo'lsangiz, qandli diabetga moyilligi bor yoki ortiqcha vaznga ega odamlarga yuborsangiz, kerakli joyini o'ziga olib, videoni bitta like bilan, kommentariy bilan qo'llab-quvvatlab qo'yadi. Rahmat hammangizga.